Assalomu alaykum. Xayrli juma bugun hammaga. Xayrli juma aksiyasi desak ham bo'ladi. Mana shunaqa naushniklarimiz bor, рабочий holatda. Ozgina shu ko'jalari ham tutilib qo'ygan, lekin asosiysi ikkala uqlari ham ishlaydi. Muammosi yo'q, 100 bit bo'ladi. Ikkala mana shunaqa naushnikimizda 10 dona bor. Bugungi juma kunini yoki umuman bugun biz uchun aksiya kuni deb hisoblayapmiz. Shu sababli mana shu naushniklarimizdan 10 dona bor. Shu 10 dona naushnikimizni 10 ta mijozimizga, birinchi kelgan 10 ta mijozimizga bekarga hadya qilamiz. Kelavinglar, sizlarni kutib qolamiz. Telefon qilib, bron qilish boshqa narsa yo'q. Faqat kelib olganga beramiz. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Akalar, aksiyamizni topshirishni boshladik. Ikkita ukamiz bilan o'zimizni doimgi mijozimiz, birinchi o'rinda doim kuzatadiganlarni beryapmiz. Ko'ryapsizlar, qimmat o'zi $20. HP'miz ham $20, $18 turadigan mana shunaqa naushniklarni beryapmiz. Bekarga kelaverasizlar. 8 ta qoldi. Uka mana ishladimi bu ham? Tekshirib beryapmiz ikkala quloqini, ikkala quloq ishlaydiganini beryapmiz. Kelaverasizlar akalar, 8 ta qoldi. Sog' bo'linglar. Kutamiz. Akalar navbatdagi yana ikkita naushnikimiz bor. Akalarga berib olyapmiz. Tekshirib berdik, chiroyli qilib, oldinglar. Yaxshi kunga ishlatinglar. Aha. Kelaverasizlar, 6 tami qoldi aka. Kelaverasizlar, kuzatishda davom etinglar. Hop, salomat bo'linglar. Hop. Yana bir bor assalomu alaykum. Alohida chiqyapmiz, sababi bor. Ukamiz, eski mijozimiz, eski klientimiz, yaqin ukamiz bo'ladi. O'zi ham Bulovosh bugun degan kanali bor. Ancha biznikidan ko'ra ancha aktivroq. Naushnikni mana shu zo'rdan qilib berdik, zo'r qo'ygan ekan. Xudo xolisa ikkitami kim qoldi, kesinglar berib olamiz. Tiliq, nima edi? Tiliqmidi? Iliq. Gaplaringiz bo'lsa, bemalol. Iliq gaplaringiz. Quadromiga obuna bo'lib turib kesinglar, ikkita quloqchin qoldi, mana shunaqa bepul beradi. Tezroq yeb qolinglar Bulovoshliklar, bular yangi bozordagilar. Kutib qolamiz, sog' bo'linglar. Akalar, aksiyamizni tugatdik, xudo xolasa. Ikkita qoldi degandik, ikkita emas, 5 ta chiqib qoldi. O'zi akras 5 ta ukalarimiz kelgan ekan, hammasi bittadan chiqib qoldi. Bu ham peshana. Korobkada qaramabmiz, ko'p qolgan ekan. Ikkala qulog'ini tekshirib berdik hammasini. O'ta zo'r. Fikringlar bo'lsa, bemalol. Hop, tugadi, kelinglar olib ketinglar. Shunaqa narsalar bo'lsa olib ketinglar. Qo'lga olsa, yaxshi kunga ishlatinglar.